Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Sharq Turkistonning Kuchar shahrida 5.6 ball, Fayzobod noyisida 6.4 ball yer tavrildi. Pokiston bosh ministri Imron Xon nima uchun Uyg'urlarni qo'llamaydiganligi haqida to'xtaldi. Ikkinchi qatimliq xalqaro vaziyat va milliy kurash yo'llari bo'yicha tarbiyalash kursi Istanbulda ochildi. Uyg'ur qizlarining yanada pichoq saqlash odati. Tövəndə dehqonlar xəbərlərimizin təfsili məzmunlarında bolsun. 16 yanvar günü Şərq Türkistanın Kuchar şəhər təvəsində şu yer vaxtı saat 16:30 ətrafında 5.6 bal yer təvrigan. Xitay taratqularının aşkarlışça təvrəş çonqurluğu 16 kilometr bo'lib, təvrəş mərkəzi Qashqar şəhər rayoniga 120 kilometr keladi ekan. Xitay taratqularının aşkarlışça bir kişinin ağır yaralanğanlığı, 2 kişinin yenik yaralanğanlığı, yer təvrəşdən kelib chiqqan afət chiqimini tekshirayotganligini e'lon qilgan. Şunun bilan bir vaqtda şu yer vaqti saat 10:20 ətrafında Atu şəhər təvəsində 5.2 bal yer təvrigan. Hamda təvrəş çonqurluğu 14 kilometrga yetgan. Kuzatuvchilar Xitoy doiralarining doim bu xil tabiiy ofat yoki yuqumli kasal tarqalish voqealarini atalmish ijtimoiy muqimlik foydasiz deb qarab ko'zini yumib oladiganligi yoki kichikiltib e'lon qiladiganligini ilgari surmoqda. Uyg'ur kishilik huquq tashkilotlarining ilgari surishicha Xitoyning 2017-yili boshlangan cho'ng tutqunida nurg'un xayr-saxovatchilar tutqun qilingan. Bu xayr-saxovatchilar atalmish qonunsiz i'oni to'plash, terrorlik yoki asabiylik taratqulik qilish bilan ayblanib kesib etilgan. Xitoy doiralarining bu qitim ofat rayonidagi xalqlarga konkret qanday yordam berayotganligi aniq emas. Muhojirat Uyg'urlarning bildirishicha, Xitoy hukumati Sharq Turkistondagi urug' tuqqanlarning chet el bilan bo'lgan aloqasini uzib o'tkazishga, ularning ahvoli texmo andish qo'zg'amoqda. Lekin Tangritog' to'rining xabarida Aqsu viloyatining yer tevrashga qarshi 4-darajalik tadbir elish buyrug'i tushirilganligi bildirilgan. Bundan burun bir necha qatim Xitoy bilan bo'lgan munosabat sababli Uyg'urlar haqida gap qilmaydiganligini va bu masalani bilib ketmaydiganligini aytgan Pokiston bosh ministri Imron Xon yana bir qatim Uyg'urlar haqidagi savolga duch keldi. Pokiston bosh ministri Imron Xon Germaniya ovozining bosh muharriri Inis Bohunning maxsus ziyoratini qabul qilganda Kashmir va Hindistonning kishilik huquq ahvoliga intayin sezgur ekanligini, Imron Xonning musulmon dunyosining vakili sifatida ifodalashni xohlaydiganligini, lekin Xitoy va Uyg'ur musulmon masalalariga kelganda nima uchun Xitoyning Sharq Turkistondagi lager haqida, Uyg'urlarni bostirish haqida ovoz chiqarmaganligini so'raganda, Imron Xon oldi bilan Hindistonda yuz berayotgan ishlarning ko'lamini Sharq Turkistonda yuz berayotgan ishlar bilan serishtirishga bo'lmaydiganligini, shundaqla Xitoy izchil Pokistonning yaxshi do'sti ekanligini, Pokistonning burungi hukumati iqtisodiy krizis qoldirib ketganlikdan Xitoy bo'lsa eng qiyin vaqtda yordam berganligini ta'kidlab, sezgur masalalar ustida o'zining haqiqatan oshkor emas, balki xususiy holatda Xitoy bilan deyishganligini bildirgan. Hamda Iran krizisi va xalqaro jamiyatning Kashmir talash tortishiga bo'lgan sovuq inkosi haqida to'xtalgan. Pokiston bosh ministri Imron Xon bundan burun bu xil savollarga duch kelganda Sharq Turkiston Uyg'urlarining navbatdagi vaziyati haqida bak bilib ketmaydiganligini aytgan. Amerika hukumati va kishilik huquq organlari Xitoyning Sharq Turkistonda keng ko'lamli yig'ib olish lagerlarini qurib, 3 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarni xohlagancha qamab qo'yganligini, bu lagerlarda turli kishilik huquq tafsirchilik yuz berayotganligini o'ttirib qo'ygan. Shuning bilan birga 2019-yili xalqaro taratqular va nurg'unlagan xalqaro yig'inlarda Uyg'urlar va jazo lagerlari masalasi o'ttirib qo'yilib keldi. Bu xil ahvolda Pokiston bosh ministrining bu ishning qanchalik darajada og'ir va vahimalik ekanligini to'nib yetolmasdan, bu ishdan xabari yo'qligi va Hindistondagidek jiddiy emasligini aytishi kishini uning va Pokistonning vijdoniga savol qo'yishga majbur qilmoqda. On 8 yanvar kuni Uyg'ur akademiyasining o'rlashtirishida Istanbulda 2-chi navbatlik xalqaro vaziyatning Uyg'urlarga olib kelgan fursatlari va milliy mustaqillikni qo'lga keltirgan Yahudi, Hindi, Bosniyalik va Kosovolik qatorliq millatlarning kurash yo'llari ustida muhokama olib berish maqsadida 2-chi navbatlik xalqaro vaziyat va milliy kurash yo'llari bo'yicha tarbiyalash kursi ochildi. Kiriya noyisining daryo bo'yi yezisi tarim o'ymonligining markaziga joylashgan bo'lib, dunyo bo'yicha aholisi eng shalong o'ltiraqlashgan joylardan biri. Ko'pincha aholilar dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Daryo bo'yining folklor madaniyati tarim madaniyatining muhim bir tarkibiy qismi ham ravoji bo'lib, bu joy xuddi qumliqdagi folklor muzeyiga o'xshaydi. Bu joydan qadimgi madaniyat iznolari tex o'chmagan. Ko'ldirma ovozi sehri kuchini yo'qotmagan. Haqiqiy milliy puroq va milliy xoslik ega rayon. Jahon taraqqiyotiga ergishib, Uyg'urlarning o'ngib ketayotgan urf-odatlarini bu zamindan topqili bo'ladi. Bu rayonda yashagan xalqlar orasida qadimdan tortib balog'at ketgan qizlarning yanida pichoq saqlaydigan odati davomlashib kelgan. Pichoq odatga g'ilobli kichik pichoq bo'lib, qizlar uni yanchuqida yoki uzun jip bilan bo'yniga esib oladi.
Qizlar pichoqni mol boqqili chiqqanda, safarga chiqqanda, yot jinsliklarning o'ziga xiris qilishidan saqlanish, o'zini qo'g'dash, uxlashdan burun sura oyatlarni o'qib, beshiga qo'yib yetish va zarur turmush ehtiyojlari uchun qo'llanishdagi ahvollarda pichoqni o'ziga hamroh qilgan. Keyin uy o'choqliq bo'lib, balliq bo'lgandan keyin bolalarning beshiga qo'yib qo'ydigan odatlar bor. Pichoq saqlash odati axloq kategoriyasida qimmatini namoyon qilib, qizlarning g'ururini saqlash va axloq buzilishining oldini olishda rol o'ynab kelgan. Qizlar balog'at ketgandan keyin dadasi uningga pichoq sovg'a qiladi. Qizlar to'y qilgandan keyin pichoqni o'z eriga topshirib beradi. Dadasi qizlarga nasihat qilib, agar qizlar pichoqni yanida saqlab yurgan kunlarda qizlik g'ururini yaxshi saqlash kerakligini, agar g'ururini yaxshi saqlayolmasa, bu pichoq bilan o'zini o'ldirib olsa bo'ladiganligini, keyin to'y qilganda eriga pichoqni topshirib berish kerakligini, shunda qilgandalar onasini do'riyalgan bo'ladiganligi haqida tarbiya qiladi. To'y qilganda eriga pichoq topshirish shu qizning bo'lganmagan pok qiz ekanligining belgisi bo'lib kelgan. Daryo bo'yi rayonida bu xil odatlar toki 1930-yillargacha davomlashgan. Uningdan keyin amaldan qolgan. Daryo bo'yidagi qizlarning pichoq saqlash odati qizlarning axloqni hayotida muhim biladiganligini tushuntiradi. Xabarlarimizni ko'rganinglarga rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.